Elyorga keling, siz bilan O'zbekistondagi top 5 ta eng shirin shashliklarni aniqlaylik. Hop. Toshkentdagi Mannob shashlik. Mannob shashlikdagi yumshoq shashlik hech qachon yemaganman. Rostdan shashlik вообще zo'r. Men uchun Toshkentda masalan nomer 1 shashliklardan biri hisoblanadi. Men 3-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Marg'ilondagi arab shashlik. Arab shashlik vodiy bo'yicha men uchun eng zo'r shashlik hisoblanadi. Arab shashligiga 4-o'rinni beraman. Buxorodagi G'ijduvon shashlik. Shu paytgacha yegan qiyma shashliklarim ichida eng zo'r shirin shashlik va tayyorlanishi sodda bo'lgan o'sha G'ijduvon shashlik hisoblanadi. Men G'ijduvon shashligiga 2-o'rinni bergan bo'lardim. Zomindagi ma'mur shashlik. Endi mamlakatimiz shashliklariga вообще gap yo'q. Zamonaviy shashliklarning ichida menimcha 1-o'rinda tursa kerak, lekin men bilaman ular katta odamlarga shashlik qilishadi, haligacha ham O'zbekistonda emas, balkim dunyodagi katta odamlarga qilishadi. Ma'murni shashligini 5-o'ringa qo'ygan bo'lardim. Men o'zim yeganlarim ichida, lekin mazasi rostdan zo'r haligacha esimda. 1-o'ringa kimni bergan bo'lardik? Endi men o'rin beravermayman hamma shashligiga. Keyin mana shu narsani sizlar obunachilarga qoldiramiz. Kommentariyaga yozib ketinglar, O'zbekistonda nomer 1 shashlik qayerda pishiriladi? Bilsanglar shuna kommentariyaga yozib ketinglar.